Davay tartınışma 50'den. Sıbullaşamaz 500 dolardan. Tartın ölmesen ben veremem. Hazır silten tartılamanda eleki. Ya, indi gerek miydi? 500 dolar, 500 dolar eşken siltinemez sekremen bu muydu? Silten tartım tura veremem. Zala barış gerek bu muydu? 500 dolar. 2 milyon 500 iken bu. Bundan üstəli bu. Ha, bunun üstləri var 2,5 milyon bu. 2,5 milyon so'm. İnşi duruş. Üstəli bu iki kürsüsü var. Bundan ham arzonroq xohlovchilar bo'lsa agar, buni endi aksiya atib qo'yib beramiz. 3 milyon so'mga qo'yamiz. Aksiyada. Yuqoridagi bundan kichkinalar ham ne oldu? Shunda bu endi bumuz aksiya. Bumuz aksiyada endi hammasini ham. Necha dana bozim bundan aksiya? Hammasini ham aksiyada bermaymiz-ku, 1,5 dan ham foyda azroq foydalanamiz. Birdan ham bo'lgan, boshqa yo'qmi? Bundan ko'p. 10-aprelgacha 10 gün skidki beramiz. 10 gün skidki beramiz. Xudo xolasa bu 4,5 milyon so'm dastavki Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukusgacha Xorazm viloyati bo'yicha dastavka etib beramiz. Shuning ichida 4,5 milyon so'mdan. 4,5 milyon. Buni shuni oyoq yunasini ishga keldim qara. Va mexanizmni. Hop. 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 İna axir. İna karamat. Buni olib tashlaydi kerak bo'lmasa? Kerak bo'lmasa. Yana joyini shu tashlab beradi bo'ldi. Yana tartib ham ko'ring. Ha, bu yoqdan tortilama yana. Tortiladi yaqin. Ebe. Ye qoyilay. Shom chiqdi, ha, bu yoqqa qarab. Qoyil. Molades. Ini. Bom yuraymi shunda? Bom yuraydi. U dumgeng bo'lib ketadi undan. Oho. Ne kerak deyip qoldi. Ini shuni ajaqman men, obunachilar. Tabriklab qo'yinglar mana endi. Shuni oldim men endi, xudo xolasa. O'zimga mos arzonchina. Stolni tanlab olaverasizlar. Stoli bilan aytaman. O'zgartiraman bunda, sal balandroq aytib olaman. Mana. Bu necha degan suhrob bu? Bu 320 ga 220. 4 taraf ham ketaveradi bu. 220 shuni stollar ham mustahkam bu. Olacaqman men. 3 dana pufiki bor. Hem kattaroq ekan, yerlari zo'r. G'ozdan ishlangan bo'ladi bizning kolxozning bolalarni. Chisomat beramlar общий. Stoli bilan aytadigan bo'lsak 6,5 milyon so'm aytilish narxi. Stoli bilan. 2 milyon stola minus atamiz, 4,5 milyon so'm stolsiz. 4,5 milyon mu? 4,5 milyon stolsiz. Moslarning kerakmidi? Necha metr az shunda mana? 330 ga 230. 330 230 obunachilar. Buni tabriklab qo'yinglar. Balki buni ham olishim mumkin. Kommentariyada qaysini olishim mumkin yozib qo'yinglar. Arzon ekandan shunga aytib turibman. Lekin bunda bir yosharasan ekanda yana. Davay tartınışma 50'den. Sıbullaşamaz 500 dolardan. Tartın ölmesen ben veremem. Hazır silten tartılamanda eleki. Ya, indi gerek miydi? 500 dolar 500 dolar eşken siltinemez sekremen bu muydu? Silten tartım tura veremem. Zala barış gerek bu muydu? 500 dolar. Şimdi tartım tura veremem. Yok vermeyemem 500. Ben kaçtım şaştımdan. Başladık mı? Tartınışı öğrenecekli için. Karanglar, obunachilar assalomu alaykum hammaga. To'rtko'lda emining nelar geldi? Sog'lom bo'lish uchun farzandlaringiz, ata, ana hammaga kerak, aka, uka hammaga kerak bu narsa. Faqat bizlar emas, suhrob emas, bizlar emas, hammaga kerak. Bedayna davom bor keladi. To'g'rimi buni? 4 turi, ne her türlüsü. Svetlar ham har xil. Assalomu alaykum, yurtdoshlar. Salomatmisizlar? Buni ina bu bir yillari bor, yani birlari alnatdan her taraflama o'ylab ishlangan ekanda bu narsalar. Uyingizga qo'yaman desangizda, misoli boshqadan zakaz etib oldirib turibsizlar-ku. U shart emas, o'zimizni To'rtko'limizda, Lenin ko'chada Saramiybelda bor bu. Hozir sizlar qaranglar, videoni o'tkazib ko'rsangizda, yuqoridagi ya ko'rsatib ketaman avvalgi videomda nelarni ko'rsataman. Navbat kreslollarni ko'rsatib o'tib ketaman izinni. Ugalok, kreslo, kuxningizni to'yatchaklar, uyinizga aytchaklar, hammangizga kerak. Mana kerakmi deganda yo'q. Hammangizga kerak. O'zimizni de eng katta yana do'konda hozir sizlarga obzor etib beraman. Boshlaymining sog'lom yurt farzandlari qaranglar sizlarga kerak. Har turli narsa bor. Bunlar tushunganlar tushundi. Zala barugalar tushunib barmag'anlar siz uchun biza ma'lumot berib o'tib ketamiz. Buning har turli ranglaridan bor, to'g'rimi Suhrob? Ranglari bor. Buning har turli baland tepasiga qo'yib bilasizlar, bo'yim yetmaydi ekan, uzun ekan demaydi. Olasizlar, qo'yasizlar. Yuqorigami, qanchaga? Qancha yo'qlar bo'lsa kelsin 500 dollardan tartınışamiz. Xudo xolasa. O'rtadan tartinadi uni baymi agar. O'rtada variant kelgan emining nelar bor? Bular ham o'zunda. Buni ne qilib ishingiz? Bile, grijasi borlar. Sizlar uchun ham yaxshi bu. Qarni borlar, qarni yo'qotadi. Qarni borlar. Grijalarınız bo'lsa, grijalarıngizni zangi yasalvermanglar, qo'llaringizni artib. Qancha so'mdan beramiz bularni? Bular endi 2 milyon 400 ming so'mdan aytilish narxi kelishilib berilaveradi. Yana olib borib ustanovka etib beramiz o'zlarimiz. U dastavkalar ham bor. Bular upakovkada shunday keladi, yana. Skor tayyor bo'lib keladi. Ular o'zlarimiz ustanovka etib beramiz buni. Hozir shuning nesinde ne bor shunda? Shu ikkina bor, to'g'rimi? Komplektida. Presi, turniki bor. Turniki. Yojimayni ishlash uchun pasanda
Acimaniya uchun. Ha, pes uni variantlari ham bor Bu ekan. variant ham bor. Buni ishimi. Ha, shunda ishli beradi. Aha. Bu yaxshi ekan bu. Zo'r ekan. Qiziqaman bu narsalarga. 2 million ichidan beramiz. 2 million 400 dan qaytib beramiz. 2 million 400 aytilish narxi. sizlarga hozir aytib o'tib ketamiz. Kelsangizda undan qaytib beramiz ekan. Dastavki, ustanovki bor shuni ichida. Yetkazib berish xizmati tekin. Tekin. Keyin bu narsalar oddiy sotilama diyorlar qo'yish uchun. Bu narsalar shuniki. Ha, bular uning komplektimi? Ha, komplekti, ha. Ha. Genglasa boshqasini ko'rsatamazlar. Dimzo'rni. Endi komplekt trenajyorimiz bor. Komplektimizda bundan shu turniki, bros, press narsalar bor. Yana buni qo'shimcha bunday bir trenovka aytadi. Bular qaranglar, bunda ishidonlar. Qarang. Bunda ishidonlari. Men zala borganman, bilaman hozir. Ha. Pes turibdi ekan, buni o'zingizga mos berasizlar. Qaranglar, ko'tarasizlar. Buni yuborasizlar, xolaga. So'ng pesa tushirib ham dakansa. Pesa tushirmaydi, dakansa boradi. Baland ishlaydi. Ha, ya xolang kichiksinda, xolang kattasida ishlasa bo'ladi. Har turli narsalar. Bu uylaringizda qiziqadonlar, kattalar, yaqin zala gelalinmayman desangizda inasizlar. Oddiy doshlar o'zining qo'shimcha doshga qaraman desangizda 15 kg doshlar bilan bular ko'tarilib tushadi, ponni. Kichikni qo'ysangiz bo'ladi, oyog'i ishlash uchun oyoq hamdalari bor ekan. Ponni ish berasizlar, doshlarni olib tashlab. O'zi oqshom oyog'i ishlayapti men. O'zimi? Oyoq. Ponni uylaringizda bir-birini olasizlar, hazatib ishlatasizlar. Bu ejam o'ziniki, to'g'rimi, Suhrom? Mishok ham o'ziniki. Mishok ham o'zida. Bu necha xil nega aylanadi, o'zingiz tuzasizlar. U ejam ham ko'tariladi, tushadi, boshqa qiladi. Xolog'anni tuzasizlar. Tushunganlar tushundi buni. Birdan like bosasiz, chiroyli kommentar yozasizlar. 4 Boksyor bo'laman deganlar uchun ham mishoklari bor. Boksyor. Oddiy o'zida. Yosh bolalarimizni olib qo'ysangizlar. Bokschilar. Atalar, sizlarga kerak. Bolalaringizni hozirdan shu narsaga qiziqtirsangizlar, ertang na grija, na yaqin boshqa kelsa, saxir shu narsaning oldini olib Bekarchiligi masalan. Bekarchilik. Telefon o'ynab o'tirmaydi shunda. Mashq ishlasa sog'lom bo'ladi. Arka yaqiningizga qo'yib qo'yasiz. 5-6 milliondan qochsangiz, bolaning kelajak oldindagi bir xudo biladi 200 million rasxod etib berar keyin doktor-po'xtura borib. Kerak emas bu narsalar. Hozirdan sizlar anamiz azdan aqldan qochmay shuni uyingizda o'zingiz ham qurib qo'ysangiz, o'zingiz ham ishlayverasiz. Buni hozir cho'zib beramiz, общий komplektning shuning o'zini. Komplektni aytilish narxi 7,5 million so'm. 7,5 million. Ustanovkisi, dastavkisi ichida buni kelishtirib beramiz, qaytamiz bundan. 7,5 million. Aytilish bahasi. Keyin begovoyimiz bor. Begovoy ham bor. Bu org'alarning buzilib qoladi nedir emas. Bu o'zimizda ishlangan chiqarib, ha. Ha, bu o'zlarimizda rushnoy ishlangan. Bu tokda ishlamaydi. Kuyib qoladi, tokda ishlamay qoladi, yurmay qoladi degan narsa. Bu hech narsa so'ramaydi sizdan, na tok, na boshqa. Yuraverasizlar o'zingizdan. Belanda qarab yurgansan ketaveradi dedi. Ham ishlab turadi yana. Ikki taraflama nagurski bo'ladi-da bunda ham oyoq bilan o'zingiz tortib, o'zing harakatlanasan. Ashula zo'r. To'qlidan nedan afzal talabi zo'r. Shuning uchun buning savdosi yaxshi bo'ldi. Bu addiniy sotiladi bu. Addiniy sotiladi. Siz beramiz buni. 6,5 million so'm aytilish narxi bundan ham kelishtirib beramiz. Mana narsa bor, ana yurak pulslarni o'lchaydi o'g'ini. Kilometr ko'rsatadi o'g'ini. Bundan ham ko'payadi deydi, obradoniyalar. Ikkalasidan ham hali. Kelamiz hali. Xudo xohlasa, hozir videoning boshida men sizlarga bir qarorga tushirib o'tib ketdim. Endi bu men sizlarga uyingizda liboy hammamizning xonadonimizda kerak bo'lgan o'lik safar aytib ketgan uголоklaring o'zim narsani ekan zavodini qilib. Qarang, voy berak bir aylantirib bering. O'lik safar ko'rsatib qo'ydim beraman. Endi ayollarimiz o'tkazmasdan shu videoni ko'rib o'tirgan bo'lsangizlar, mahkam o'tirib olib ko'rasizlar. Sizlarga yaqadagan zo'r. Bilaman, meni o'zim uyimga kerak hozir aytdim, bu yaqada bu yaqada. Tilla ko'pman, lekin babi ayolim berib turib ko'rsa shuni olaman da. Foydasi yo'q deb men tilla ham do'rim baxsha. Biz tilla olib borsak, o'g'ir chiqadi uyda. Bu babi pes reklama qildim, o'zim videomni o'zim uydagilarni ko'rib turib, nega keldik mebeli. Hozir beray, bir de aladan neyimiz bu aytmadım. Videodan keyin gap olamiz beray, xudo xohlasa o'zlarimiz addiniy. Qaranglar, Girgiyadan boshlab ketaveramiz. Girgiyadan? Ya, обычный başta arzondan başlaymizmi? Xalqning ko'zini qo'rqitib qo'ymaylik-da, qimmat vajayt. Kuxnidan boshlaylik bo'lmasa. Kuxnidan boshlaymiz, qaranglar, arzon, budjetidan boshlaylik. Chunki hay atasini bahosi demasin, obunachilar ko'rib qo'ysan, qimmat vaj ko'rsating demasin. Arzondan boshlab qimmatini qarab ketamiz. Bo'ladimi? Keling, bo'ldi, Ganglar. Hammaga kerak, to'y qilajak. Yandan ketamiz. Bundan başlayalım. Şundan başlayalım mı? Bir dakika. Ha, davay gelese. Şundan başlayalım. İne. Bu kuxni ina. Bu kuxnimize ben uyumdakinden ne? 7 adam polnisti sığadı. 7 adam, 8 adam. 3 tane pufiki var. Puffikler ham bu ya. Bir yaktan 3 adam otursa 6, bir yandan bir adam otursa 7 adam. İki adam. Kichkinaroq adamlar bo'lsa 8.
Ya yaxshi bolalar bo'lsa-da. Buni aytilish bahosini aytib ketamiz, to'g'rimi biz hozir? Aytilish bahosini aytib Kelib kelishaveradi o'zlari. Kelib kelishaveradi. Aha. Ha, bularning narxi 3 million 600 mingdan. Har xil svetda bor. 3 million 600 dan 7-8 odamlik uголокlarimiz. Bular razmerini ham aytib o'tdik. Bular ham shundanmi? Razmerini aytib. Yo'q, ularni keyin algoritm. Razmeri. Razmeri 240 ga 170. 240 ga 170. 240 ga 170. Dur, qisami endi buni. Hozir 240 ga 170 bu ustalla stoli bilan. Stoli bilan maxi? Stoli 3 pufiki bilan. 3 pufiki bilan. 3 pufiki bilan. 3 million 3 million 600 ming so'm. 3 million 600 ming so'm aytilish bahosi. Aytilish bahosi bundan kelishilar. Ola yaqin 2,5 millionlar 2 millionlar halollaringiz bo'lsin. Bu endi katta kuxni hisoblanadi-da, katta kuxnilari. Katta. O'zlari endi ko'rib planlaydilar uni ayollarimiz. Qana, yana bu yandan ketmaymiz bu. Bu yandan boshlaymiz. Bu yandan boshlayverik. Doy, ganglar. Men eldima qo'yib tashladim bajari. Keyin svetlari har xil sveti bor. Ina narxi 3 million 600 ming so'mdan. Ha, buni variantlari bor, svetlari. Ochiqroq sveti, kimgadir bunday koreshniy sveti kerak bo'lsa. Qatardan shuni 3 million 600 dan hammasi ustali bilan. Ustali bilan. 3 ustalari 3 pufiki bilan. 3 pufiki ustali. Ayna, ganglar. Ina bu ham shuni orqali. Bularning tikinlari ina o'ymog'iga o'xshab tikilgan, o'yib tikilgan deydi. Do'qilgan. Do'qilgan, dokuma. 3600, bom 3600, bom 3600, bom. Aytilish narxi. Aytilish narxlari bundan qaytib beriladi bu. Bundan qaytib beriladi. Endi buni sal kichkinarog'i bor. Hozir kuxnilar hammasi ham katta emas-ku. Kichkina olingan planda olingan kuxnilarimiz uchun ham shunday kichkinaraqlari bor. Bular 5-6 odam ketadi. 2 million 900 ming so'm. Bu ham bundan aytilish bahosi 2 million 900 ming so'm qara. Ustlari shu vaji bundan necha pufiki bor. Pufiki bor. 3 dona pufiki bor buning ham. 3 dona bunda odam o'tirsa, aylanib berakenda, oranda 3 dona odam o'tirsa, bizakilar 5 ham bo'lib o'tiradi bu yonda. Bu qimmatlik aytsa 2 million 500 ekan bor. Bundan ham ustali bor. Ha, buning ham ustlari bor 2,5 million bor. 2,5 million so'm. Endi shu turish. Ustali bu 2 kursisi bor. Bundan ham arzonroq xohlovchilar bo'lsa agar, sirazi o'tirib choyini suvini ichib ketadan tayyor, lekin sifati yaxshi. Sifatini gap yo'q. Bu arzon degani, u sifati qochgan degani emas. Endi bundan ham arzonlari bor o'zi. Lekin ularning sifati pasayib ketadi. 2 million, 2,5 milliondan tushsa, sifat ham pasayadi. 1 million 800 dan bor, 1 million. Hozir siz uchun ham bor. Sizga o'ylab qo'ygan, deyishingizda tishlayotib batadigan narxda nelar ham bor o'zi. O'ta dahshat, lekin ko'rsangizda yopishib beraveradi. Bor. Bir yere kelib turib, aytaman-ku, tella bilmaysizlar. Shuni olman deb kelib turib, "İyi shuni olib men ketasizlar." Siz yandagi vej ko'rasizlar, shuni yapishasizlar. Mendan boshimiz yana. Endi kuxniy uголокni yana bir zo'r full deymi, premium deymi, hozir zo'r. Gaplar ko'payib ketgan-ku. Ina zo'ri deymiz, biz endi zo'ri deyaverik. Aha. Qani. Eng yaxshisi desek ham bo'laveradi, bemalol hech qaysi bir davlatni, hech qaysi bir yurtni mebellaridan qolishmaydi. Uголокimiz ham bor. Tovarlar ham, materiallar ham, teklar ham, oyoqlar ham damir. Ustlari bilan, ustallari bilan 6,5 million so'm bu aytilish narxi ina. Lekin bu komforti bu. Eng zo'ri. Sandiqlari ichamda ekan zo'r ekan, ha? Eng zo'ri bu. Endi bundan ham zo'rlari bor, lekin narx ko'tarilib boradi, lekin bu shu zo'rlardan birisi. Qolishmaydi. Ina murojara qarab, san'at esarini qarab, turishini qarab. Bu san'at eseri. Qaranglar, hozir bularni ham ko'rsatamiz sizlarga batafsil. Buni razmerini aytib o'taymi? Ayt razmerini. Gel buni qarataylik, ketmaylik. Razmeri 230 ga bu tarafi 190. 230 ga 190lik uylari kuxniy xonalari qo'ysa bo'ladi. Biz bu narsa o'lchaydi sirazi, sizlarga razmeri bilan aytib ketamiz, to'g'ri aytdik. O'tiradigan yerlar ham keng. Endiki mesele. Endiki mesele chiroyli vajdan ayollarimiz yaqadan sori vajam dim ko'zga tashanti. Shuni ham aytib ketaverik. Qimmat bo'lsa aytib o'ting. Endi buni stollar ham boshqacha endi. Stol hamma vaj o'zi oyoqidan vajdan bilinib turibdi-da bu. Yaxshiroq vaj. Bir chotga o'p tursin desangiz, inama qaranglar. Ina yostiqchalar ham bor ichida. Ina vaj. Buning oyoqlarini qarang. Bu g'o'zdan ishlangan bu oyoqlar. Bu g'o'zdan ishlangan. G'o'z to'g'rimi oyoqlari? G'o'zdan ishlangan. Qoyil. Odamlar nelar qilmaydi mana qara. Tikilishlari ham bir boshqacha buni. Sinmaydi ekan. Sinmaydi. 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 Qaranglar. Ina sizlarga vej kerakmi? Ustlarini kerak bo'lsa qara suhrab. Hozir men buni olmayman. Buning bu sori vej bo'ldi, bu oppoq bo'ldi desa. Buni almashtirib boshqa rangda bo'ladi, boshqa rang. Buni boshqacha ranglar ham bor o'zi. Yo'q, bu emas. Dur, xatolashding sen. Shu rangda qolsin. Buni ha bo'ladi, o'zgartirsa bo'ladi. O videoning sori xirriq-ku meni shishalar. Almashtirsa bo'ladi. Buni o'zgartirib olaveradi, to'g'rimi? O'zgartirib olaveradi. Ba'zi komplektimizda 2 dana pufiki bor, 2 dana narsasi bor, o'tiradigani. Shu durishi, razmeri necha buni? Razmeri 2,5 ga 180.
2,5 180 üst taraf bilan komplekt bilan. necha so'm aytib beramiz uchun. Bu 9 milyon 800 ming so'm yana qaytiladi. Aytilish bahasi Aytilishlar. 9800 deb tursizlar. Ha, lekin qaytib Gelip tartışsa bo'ladi. Tartishsa bo'ladi. Bozor Biz obunachilarni tartishib qaytib kelishib berasan-ku, to'g'rimi yerlari? Obunachilar uchun deyni musofirda yurganlar uchun ular bilan hali alohida nima bo'ladi? Skidkalar bo'ladi. Qandan boshlaymiz? Endi zal joynikini arzonidan boshlayverik. Qaysi bularmi? Ha, kelgan kuxnya uголокimizda yana bir ajoyib bor, uni ham bir ko'rsatib o'tik. Qani? Kuxnya uголокimizda ham sifati yaxshi, ham arzon, ham katta. Neydi u? Pasta. Pastami? Shu yoddan aksiya qo'yamizda buni. Ana, aksiyada qolib pis video chet. Aytamizda bizda sambardosh turnir. Teylardan men alohida e'tibor beramiz. Bu 4 pufik ne ekan, ha? 4 pufikli. Bu yoqda 2,5 metr. Bu yoqda ham 4 odam o'tirsa bo'ladi. Havo. Qarang, bu yoqda 4 odam, bu yoqda 4 odam 8, bu yerda endi eng kattaroq odam o'tirsa 9. Imsondir. Zaro'roq odam 100 kilolik, 150 kilolik odamlar ham sig'ib o'tiradi-da bu yoqna. 9 odamlik deymiz. 9 odam polностью sig'adi. 2,5 metr, 1,5 metr. 2,5 metr, 1,5 metr. 4 pufiki, ustallar ham mustahkam ishlangan. Beylarning oyoqlari chiroylatib ishlangan. Purjina yana bu. Purjin. Purjin atib ishlangan, ichlari ham akkurat. Ha, bu purjinmi ya? Purjin bu. Ha, bu machalka emas, purjinmi? Machalka emas, purjin. O'tirgandan sifatli narsa, o'tirishib qolmaydi o narsamiz. Bumuz o'zi 3 milyon 800, 3 milyon 600 lik narsa narxi. Havo. Buni endi aksiya atib qo'yib beramiz. 3 milyon so'mga qo'yamiz. Aksiyada. Yuqoridagi bundan kichkinalar ham nima qildi? Shunda qimmat. Bu endi bumuz aksiya. Bumuz aksiyada endi hammasini ham Necha dana bozimini aksiya? Hammasini ham aksiyada bermaymiz-ku, 1,5 dan ham foyda azroq foydalanish. Bir dana bo'lgan, boshqa yo'qmi? Yo'q, bundan ko'p. Ha, ko'pmi bundan? Ha, shunda oranda kichkinalari 3 milyon 600 ku. Kichkinalari 3 milyon 600, endi bu bir shuni qo'yib beramiz. Aksiya qo'yib beramizda arzon aytib foydalanamiz. Va shunda 3 milyon aytib tursan, qaytib berasanmi 3 milyonni? 3 milyondan ham yaxshi qaytamiz undan. Hozir shu durishni yana dastavki bor. Yetkazib berasizlar shuning uchun. Yetkazib beramiz. 3 milyondan qaytib berasan. 3 milyondan qaytib ham beramiz. 3 milyon aksiya 3 milyon 600 dan 3 milyona tushgan, yana qaytib ham beramiz. Ana endi savdolashamiz. Ana obunachilar kerak bo'lsa. Bormi? Yine. 2,5 metr, 1,5 metr katta uголок. 9 odam sig'adi. Молодец. 4 dana pufigi bor. Oling, yopishing. Ko'p Bori bo'lsa bor. foydalaninglar. Yana purjina. O'zimiz 4 yo'lda, Lenin ko'cha, Saroy mebeldamiz. Yuqoridagidan davom etamiz. Endi zalnikini ko'rsatamiz. Zal mehmonxona. Hozir shunda nelar, zallarga qo'yadigan. Bu zallara 320 ga 220 mehmon joylari qo'yiladi. Uголокimiz, katta uголокimiz. Endi bu kuxnya emas bu. Pufiki o'ziniki buni, to'g'rimi? 2 pufiki bor. 2 pufiki bor, ha. Shu komplektda 2 pufiki 4 predmet hisoblanadi. 6 predmet hisoblanadi. 4 katta, 2 kichkina. Bo'lak-bo'lak. Sababi har taraflama qo'ysa bo'ladi. 4 uglam. Buni necha so'm aytib beraman, billah taxtaga. Bu 3,5 million so'm aytilish narxi. Aytilish narxi 3,5 million so'm. 3,5 million so'm. Bundan endi ko'p qaytiladi. Buni klientlarimiz o'zi, yurtdoshlarimiz kelsa yaxshilab savdolashib olaveradilar. Bu endi stolsiz. Ha, stolsiz. Stol qo'shib olaveradi, xohlaganini kerak bo'lsa. 500 mingdan boshlanadi stollarimiz. Stolsiz bu 3,5 million so'm aytilish narxi. Masalan, stol qo'shsa 500 minglik stol qo'shish mumkin. 1 millionlik stol tanlab olish mumkin. O'zi tanlab olish imkoniyati bor. Imkoniyati bor stolini. Ana Buni sizlar ana. svetlari bor, keyin korishniy svet, bu hozir sal seriyroq svet, ochiq kombinatsiya qilib ishlangan. Keyin korishniy sveti bor. Ana dog svetida, korishniy shokolad svet deymizmi? Bom shu narxda 3 million 500 ming so'm. 3 million 500. Bu aytilish narxi. Buni yana kelishlarida dastavkasi bor bularni. Masalan, Xorazm viloyati bo'yicha Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukusgacha dastavka etib beramiz. Tekin havo shu pulning ichida yana 3,5 million. Endi stollarga kelsak, stollar bizda 500 ming so'mlik stolimiz bor, 1 millionlik stolimiz bor, 2 millionlik stolimiz bor. Buni eng zo'r stolni ko'rsataverik. Eng yaxshisi. Stolni qo'ydik endi. Qimmat stoldan qo'ydik. Qimmat stoldan qo'ydik. Bu stol hozir 3,5 dedik, bu 2 million so'mlik stol bu endi. 3,5 million buni olsa, agar 2,5 qimmatimdan qo'shib olaman desa, buni 2 ming so'm buni oladi, 2 million. Ha, 2 millionga buni oladi-da, masalan, bu chiroyli stol-ku. O'zini qo'shadi. Chiroyli o'zini qo'shadi, chiroyliroq stol olaman desa, 2 million so'm, 3,5 5,5 million bo'ladi stoli bilan. Lekin bu qaytaladi undan, bu aytilish narxi. Endi aytgani 500 mingga ham olsam bo'laveradi buni. Agar 500 minglik stol oladigan bo'lsa, bu 4 million bo'ladi. 1 millionlik stol oladigan bo'lsa, 4,5 million bo'ladi. Buni deyanda tushuntiramiz o'zlarini. Variant bor diyeceksan. Variant bor, arzon. Ganglar, bular ham shu zallaniki qimmatlashib boraveradi asosiy. Qarang. Bu transformer
Numa qara. Bunda yine Kristos'u var. Addini bir tane kresto Addini var. Kristos'u var. Keyin bir tane pufiki var. Stol var. Buni addini divan etib ham qo'ysa bo'ladi. Ciddi İki divan. yüzü katta ekan da oyun. Ha, bu iki divan yine mesela. Ha, iki divan bu addini bu addini. Bu addini divan yine. Ha, Tartamiz yine. düşündü. Havasalar mesela bir yaka koyup qo'yish mumkin. Spalniya etib qo'yish mumkin. Kattaligine qara buni. Bo'ldi, Yine. bo'ldi. Endi uголок atamiz buni. Qarang. Ay, bu yoqqa yopishtirib uголок oldu da. Ha, bu yoqqa yopishtiramiz. O'rtada ekan olib tashlayman uni. O'rtaga kelgan olib ko'rsataman. Uyma. Hozir ikki divan-ku. Ha. Endi hozir buni uголок atamiz. Ha, buni olib tashlasak uголок bo'ldi-da. Buni olamiz. Bu giradi yine. Oo. Aynan xitirlar. Yine. Yumush yaptılar ay bunu. Endi bu yoqini buni qo'yamiz. Tovarni ham qarang, bu вообще tovar ham qalin. Vardım cillekan bunu. Ina uголок oldu yo'ras. Yana uголок. Oy yaxshi. Yana uголок bo'lib turdi. Bular ham olmadi, ha? Ha, xohlovchilar xohlagan tarafi uголок atib qo'ysa bo'ladi-da. Bu yoqqa qo'yib, to'rt taraf ham uголок. Ina xitir. Ha, bu alınmaymi ayağı? Bu ichana giradi. Ha, prosto alınmaydı ekan bu. Bu içana giradi ekan. İçana giradi, takani olib, ichana girib, u bu susam qo'ysa bo'ladi masalan, ina. Bu susam qo'ysa bo'ladi. Buni olib turmaydi degan bular xitiri, axir. Bu yoq ochiq turadi ekan. Ochiq turaveradi, ina. Buni ham qo'ysa bo'ladi. Oy, yaxshi. Yana kengayadi-da. Nimalar qilmaydi bu odamlar ay? Molades. Üstlari bilan bir pufik, bir kreslosi bor. Muncha etib beramiz Ava, buni. uголок, divan ketaveradi, ina. Kreslo ko'p qirrali deymi? Ko'p predmetli shu. Ha, buni boshqa razmerini aytma Suhrab bizlar. Ha, razmerine kelsak, razmeri 3,5 metr. Yeni 3,5 metr mi? 3,5 metr, 2,5 metr. 3,5 mu 2,5? To'rt taraf ham ketaveradi uyni. Ikki kreslo, ikki divan atib qo'ysam bo'ladi. Oddiy. Spalniya atib qo'ysam bo'ladi. Mesela mehmon gap qilishi mumkin-ku, uzoqroqdan yotib ketishi mumkin, mehmonlar mehmon bo'ldi. Mehmon do'st xalqimiz. Shunda shu duruşu bilan narxi o'pshi Hamma mana ustalar 2 millionlik ustal bu. Oddiy. 2 million so'm. Uni olmay o'zini olsam bo'laveraman buning hozir. Ustalni tashlab 2 million minus sotib qolamiz biz. Hozir ustali bilan hamma narsasi bilan aytamiz endi buni. Qana, shunday hisob minus etasizlar obunachilar. 11,5 million so'm hamma narsasi. Yo'q, Yo, menga bu stol kerakmaydi. 500 minglik stol qo'yib beraver desa, уже 1,5 million so'm yana stoldan qaytadi, yana bundan ko'pgina narx tushadi. Kelishiladi, savdolashiladi. Savdolashiladi. Qarang, aytilish bahosini aytib boratirmiz, o'zlaringiz savdolashib olaverasiz. Savdolash baho kelib 3,5 mi 2,5 ming. Aytib ketaveramiz aytilish bahosini. Yine bular endi Toshkent Premierni-da. uylaringiz bo'lsa, boy akalar, hoji akalar bu yerdan oling bandan keling. Ha, bu endi boshqa vazifa. Bular endi Toshkent City'da faqat meni uyimda bo'lganida emas, biz endi 4 yil City'da bo'lsangiz ham olaverasiz buni. Hech bir narsa yo'q, taxtini o'tirmanglar. Ina. Devayklar, ular g'ozmi taxtadan bir narsadan ishlangan ekanman. Oyoqlar ham nima deyman, ha? Demirmi? Ne o'ban oyoqlar? Oyoqlar ham demirdan ishlangan. Demirdan ishlangan ekan. Ustlari ham mustahkam. Xolasam ustlari 2 dana ekan bu. Qaranglar, buni xolasa yaprog'at prosto bunday palov uydan emas, prosto ko'k tilaman. Bundan oddiyni sotaverasan. Oddiyni ham sotamiz. Hozir ustali bilan aytib ketamiz. Ha, o'pishi. Shundan chiqaveradilar. Ha, bu endi zo'r varianti. Bu mexanizm orqaga ketadi. Bu suriladi ekan. Suriladi. Oh, bunga deydi. Katta. Deydi turib. Katta yana kengayadi-da. Ha, yana kengayadi. Qaranglar. Jigarlayma qaranglar. Fu. Uzaydi endi. Yana surdim yana. Ina sizlarga kerak bo'lsa. Jo'na surib qo'ying. Buncha so'm aytib beramiz buni. Stoli bilan 11 million so'm aytilish narxi. Qaytamiz undan. Bizda endi bu zo'rlarni ko'rsatib turibmiz hozir. Arzonlar ham bor. Arzonlar ham bor. Bunachilar brendsetdan ketib patirmiz. Shunday katta arzon uголокlarimiz bor, katta, lekin pullari arzon kelishiladi. Uning narxlari bor. Ha. Davay, buni ham brendsetni aytaverar ekansiz, Suhrab borini ko'rib boraversa obunachilar. Spalni bo'ladi, uni ko'rsataymi? Bu spalni bilanmi bu? Buni ikki xil varianti bor. Masalan, bu spalni bo'ladi 8,5 million so'm, keyin stoli bilan spalni bo'ladi 7,5 million so'mligi bor. Va stoli bilan bir-biriga o'xshaydi. 7,5 millionlikni ko'rsatib, ochib ko'rsataman, yuring. Qana u? Ganda. O'tib brend. Ha, pauza. Ha. Ina spalni bo'ladi uni. Hozir 8,5 ga ko'rsatdik-ku. Bu 7,5 million so'mligi. Ne fark etti shunda u bilan bu? Farkında sifatında fark bo'ladi. İçin taxtalari, uni buni arzonlashtirsa, arzonlashib ketaveradi. Taxtalarında ekonom etsa bo'ladi. Bu spalni bo'ladi ana, ha. Tovari bir lekin. Ina spalni bo'ladi. Ha, bom chiqqan bu yerdan? Ya bo'ldimi? Yo'q, bu chiqmaydi. Bu hozir yengil. Ha, bu yerga qo'yaveradi ekan. O'zing bu buni qo'ymasam ekan. Qo'ymasam takani olsa o'zing bo'ladi o'zi. Ha, gap nerda? Teylari MDF. 7,5 mi shunda bu? 7,5 stol qo'shiladi bunga. Stol ham qo'shilganda 2 millionlik stol qo'shiladi. Eng yaxshi stolni qo'shib aytib turibman hozir. Yo'q, altda shavot stolim kerakmidi, qo'y, stoliga qo'shmay aytish. 5,5 million so'm stolsiz. 5,5 million so'm stolsiz, qara, 2 dana pufiki bor. Ha. To'g'rimi? Ha, 2 dana pufiki bor. 5,5 million so'm ina aytilish bahosi. Aytilish bahosi.
Özünüz gelişesizler cigerler. Obunaçılar. Salıştırıp netip ya aytkanım 500 milyon üstler al koysanız üstler gerek miydi? Üstler ne gerek? Zala koysanız ne gerek siz üstler? Yani köpçülüke üstler gerek, köpçülüke gerek miydi? 5,5 milyon sonundan gelişip berlerdi yine. Ana alınlar. Bir de varyant juda ketdi. Qaranglar, araya qarab o'tmadik, aynamas bu ham. Hammasi ne? Hozir birinchi aytgan sizlarga tez danıştırıp o'tib ketadi. Neden başımız Endi katta zallar uchun, kattaroq 10-12 odam sig'adi, sig'dirishim kerak, mehmon sovuq beraman deganlar uchun zo'r komfortli sifat ham yaxshi, pul ham arzon, byudjetli uголокimiz bor. Ho. Qancha bu? Bu 420 ga 220. Menda hozir ikki xil bizda ikki xil sveti bor. Ha, bu arkasındaki. Arkasındagi bilan arkasındagi kombinatsiyalar ishlangan. Kombinatsiyada ya'ni ikki xil material aralashgan. Buni razmerini aytganda 420 ga 220, 12 odam sig'adi bunga. Narxiga keladigan bo'lsak, stoli bilan 6,5 million so'm aytilish narxi. 6,5 million 3 tane pufiki bor. 3 tane pufiki bor, 6,5 million so'm katta uголокimiz. Lekin bu aytilish narxi. Yana bundan stolni chiqib tashlab olaverasizlar. Qaranglar, biz stol bilan netib aytib ketamiz. Har bir naning keyin stolni chiqib olib tashlab qaytib olsa bo'ladi, to'g'rimi? Qaytib olsa bo'ladi. Mana kerakmidi bu vajing deb. Kerak, e'tiborli bo'linglar, har bir nega diqqatli bo'lasizlar. Qaranglar, yana bir rangi bor yana. Shundan kofe rang, shokolad rang deymiz yana. 3 tane pufiki bilan chiroyli ko'rsatadi. Katta stoli bilan 6,5 million so'm. O'zim o'tirib. Bu yana kelishiladigan narxi bor bularning. Bular qaytiladigan narxi bor. Qaytiladigan narxlari bor. Dastavkisi bor. Ina bu narsalarga qarasam, buni chat yetkizib bersak bo'ladi, ko'rsatib odamlarga mana. Buni vajdan chat ko'rsatib yetkizib bersak bo'ladi. Uşağın vajingni qo'yasin men tekelan. Zarada qo'yib o'tiraversan, uni 2,5 million ekan ustallarına qara, mana qara. Mana qara. Va! Dahshat billar zo'r ishlangan ekanda buni qoyil qilasan mana qara. Ne billar. Rostdan bir hayron qiladigan ekan. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Imon qara. Imon qara. Voleybol o'ynab Buncha so'mdan buni imon qara. Buni shep she'rlar unga. Qoyil ey. Odamzod nelar qilmaydi. Tashbaqa pasolimiz ham bor uголокni. Tashbaqasini qo'y jo'rayim, qo'shirlarga qara. Buncha so'm bu. Va 12 million so'm aytilish narxi. Üstler yaqin chiki etsangiz, yana bu yoqdi mana shu. Eng zo'r yoqqani shu bo'ldi mana. Men buni surasan, men buni ham surasayna, Keng plashatka bo'lib ketadi. Katta plashatka bo'ldi. Tashiysan, yotaverasan ekan. Shuni dim keyfim ketdi. Buni surasiz. Bu yoqqa o'tirasiz, kichkinagina bo'ladi ekan. Zo'r narsa ekan. Tashvaqa dedingmi ki, buni ham ko'rsatay. Tashvaqani ham ko'rsating. Bir de dim ko'p. Oyoqlari tashvaqani narsani o'xshaydi-da. Ha, bu g'oz taxtadan ishlangan. Ha, taxtadan ishlangan. Bu ham mexanizmli, kengayadi. Ha, bom kengayadi. Voy, xoro. Bu ham ketadi orqaga. Voy, xoro. Bom ish bu yoqqa suriladi, ha? Suriladi. Qoyili mana deb qoldilar ekan bu. Suriladi ekan. Suriladi, kengayadi yana. Ina. Yana pufiklar ham suyanib o'tirsa bo'ladi bunda. O, pufiklar ham nima? Suyanadi. 12 million ekan. Vaji bilan ustidan namman desangizlar, vaj nima kerak sizlarga? Bunda palov 2 million qaytalaveradi. 2 million qayta tashlaysizlar 10 million so'm pulini. Yana kelishiladi undan narxdan. Aytilish bahasi, sifat. Ba'zi aytib sifatni ichga ekani. Buni ko'rsatdik. Yana nima bo'ladi? Shu yana bir menga yoq qo'ydi birisi. Yaqqanni siz aytib ketavering, o'zingiz yaqqanni. Yo'q, qimmat haqidan odamlar so'ng qimmat vaj ko'rsatib turibdi. Arzonni aytasiz. Arzon, bu yoqqa arzon. Arzon vaj ko'rsatish kerak xalqimizda bizning. Nima qara, eslatib beradi bu. Kim biladi, kattalar. Lekin zamonaviy bu. Eslatib beradi bu ishlar. Ina arzoni. Kenglar, arzon variant, o'zimchik arzonchik variantlarni ko'rsataman. Bir de xirriqqina qaranglar. Ne degan vaj bu edi. Bu vajning bunga narsani qarang, bunga qarang. Shuna qarang. Tovara qarang. Keng arzonchi variantdan obunachilar. Shuni men tanlab turdim hozir, shu bo'ladi menga deb turdim-da. Shuni. Как раз suhrab. Ya. Ini shuni ochaqman men obunachilar. Tabriklab qo'yinglar meni shuni oldim men endi, xudo xolasa. O'zimga mos arzonchina, stolni tanlab olaverasizlar, stoli bilan aytaman. O'zgartiraman buni, sal balandroq bo'laman. Buni necha degan suhrab bu? Bu 320 ga 220. 4 taraf ham ketaveradi bu. 220 shuni stollar ham mustahkam bu. Olacaqman men. Stol. 3 tane pufiki bor. Hem kattaroq ekan, birlari zo'r. G'ozdan ishlangan bo'ladi bizning kolxozning bolalarni. Chisomat beramlar общий. Stoli bilan aytadigan bo'lsak 6,5 million so'm aytilish narxi. Stoli bilan. 2 million stola minus atamiz, 4,5 million so'm stolsiz. 4,5 million mu? 4,5 million stol. Mouse'ların gerekmi dese? Bo'ladi. 4,5 million aytilish baholari. Aytilish bahasi. Bu başqacha bu, to'g'rimi?
Buni endi Shundanmi? tillatib ishlangan. Bu boshqa narsa bu. Bu boshqa. Bu sal qimmatroq, lekin puluna loyiq bu ham. Ha. Kengroq. Razmeri bir 320 220. Ha, bu bilan bir xil hozir. Bir xil. Chizomat bilan pufiklar ham katta ekan. Stollari bilan 8,5 million aytilish narxi. 8,5 million aytilishdan Ha. stollar ham boshqacha ishlanibdi buni, ha? Ina o'jam. Voy, ko'tarib bo'lmaydi-ku buni? O'g'ri ekan. Qoyil. Gel, ina ham yoqdi menga ina. Ha, bu Shu 10,5 million shu yomon yoqdi menga lekin. Yandan kelgina. yam-yashil, yana tovarlar ham qalin. Tovari buni kir bildirmaydi. Yana mustahkam, og'ir narsa bu. Bir yeri keyin bu narsa yumshoqligi zo'r. Kir bildirmaydi. 10,5 million hozir bu aytilish ustari ham o'zi bilan. Necha metr hozir shunda mana. 330 ga 230. 330 230 obunachilar. Buni tabriklab qo'yinglar. Balki buni ham olishim mumkin. Kommentariyada qaysini olishim yozib qo'yinglar. Arzon ekandan shunga aytib turibman. Lekin unda bir yosharasan ekanda, yana. Ayollarimiz ko'rsa lekin yomon yopishadi buni. Mana ustalarga kerakmaydi buni. Chizomat berasan shundan buni. Ustalarning 2 million so'm minus bo'ladi. 10,5 bo'lsa 8,5 yana qaytarish bahosida chekalashamiz qarab. 4-5 olib ketamiz uni o'z obunachilar. Xudo xolasa. Arkang bo'lib kelsinlar. Kommentariyada yozinglar, buni olaymi, orqani olaymi? Bomdim zo'r o'z ekan lekin. Ina qarang, o'lmaydi omash bilan. Buni yuvib ishlataverasan. Hozir Yevroziya erkinamni chiqarib qo'yibdi. Uyingizga aytasiz, ikkaladan yuvib berib ketadi durg'a endi. No, ximchiski. Boshqa yo'q uni ishlab turgan odam, to'g'rimi? Sizda bormi ya? Yo'q, bizda yo'q. Ana shuni ximchiski bo'yicha Yevroziya erkinamni ishlab turibdi. Divan Kristoni aytmaysizmi? Aytamiz, qani bu? Bomni ekan. Siz o'zingiz yoqqan narsani ko'ring. Endi yoqqanda vaqtim qimmat obunachilar normalniy vej ko'rsatish kerak. Bom suriladi ekan, ha? Endi babi kelishtirib arzonatib beramiz-ku. Ha, shu arzonlardan kelishtirib beraman deb tursan-ku, to'g'rimi? Voy. Stol ham bor o'zingda. Stolam dum it ekan lekin. Bu zavodskoy Toshkentniki. Bu Turetskiy, boshqa Xitoyniki, shu nalardan qolishmaydi, boshqa davlatnikidan. Yosh bolani chiqarib qo'ysang, ustidan o'ynab o'tiradi ekan, mana u ichida okeanda o'tiribman deb ustidan qarasam, ha? Zo'r ekan. Vodiy ustalar ishlagan stol, Toshkent ustalar ishlagan divan kreslo. Bo'ldi, narxi necha mana? Narxi 12,5 million so'm. Aytilish narxi stoli bilan. Stoli uchun 2 million minus sotamiz, shu yana qayta aytaveramiz uni. 10 million ketaradi. Ina bu Cobalt'ning sidinasini o'xshatdim men obunachilar, ina. Lekin dum sifatli. Cobaltchilar. Bormisizlar? Toshkent Cobalt ina. O'tirding yetding Toshkentgacha 12 soat. Bizmi o'tirasan bunda? Toshkent. Turding, janovar. Cobalt Midnight'ning nasi ekan bu? Divan Kristolning arzonlari bor. 4,5, 5, 1000 arzon. Arzonlari bor Divan Kristolning. Endi biz yaxshisini ko'rsatdik. Lekin arzonlari bor. Endi yaxshisini ko'rib netajanda ibidek vejlarga qarasan, nima qara. Ina bu dum ayiq. Endi bundan bir ayiq so'yib turib, derisini ishlaganlar mana obunachilar. Ayiqni buni so'yganlar bular. Tamam, shuni ayiqning nesini ishlagan, nima qara. Ham mexanizmni. Hop. Ina axir. Ina karamat. Buni olib tashlaydi kerak bo'lmasa? Kerak bo'lmasa. Yana joyini o'sha tashlab beradi, bo'ldi. Yana tartib ham ko'ring. Ha, bu ham tortilama yana. Tortiladi yaqin. Ebe. Qoyil. Shom chiqdi, ha, bu yoqqa qarab. Qoyil. Molades. Ina. Bom yuraymi shunda? Bom yuraydi. U dum geng bo'lib ketadi undan. Oho. Nima kerak deyib qoldi baringga. Buni kattaligini qara. Buni qaranglar, necha so'mda yozib qo'yibdi? 11,5 million ekan shu turishi buni. Necha bu shu? 340 ga 240. 340 ga 240 ustari bilan pufiki bor 2 dana. Pufiki bor. 2 dana. 11 buni nesini olib tashlab yana qaytadi, to'g'ri? Qaytaladi, stol zarur bo'lgani oladi, stol zarur bo'lmasa stolni tashlab ketadi. Stolimiz kerakmasa 9,5 milliondan kelishib beriladi ekan. Kelishib beriladi. Bazadagan vajak yana. Ben ko'rsatamizda ko'p narsa bor ekan. Yana budjetli vajatdan ko'rsatak, inibidan boyna dim yomoni qaranglar. Ina. Hop, qo'lim girib ketadi ekan mana. Eng yomon vajak bor ekan. Keling, beda mebel ko'p. Yana qaysini ko'rsatam? Sen o'zing budjetidan ko'rsataymi? Budjetidan ko'rsatak. Qimmat zo'rlardan ko'rsatamizmi? Zo'rlarni ko'rsataversak bo'lmaydi, endi budjetli variant ko'rsatak. Budjeti bo'lsa yana budjet. Normalni o'zimiz shuni 5,5 lik ko'rsatdik. Yonib turgan sveti boyni. Yonib turgan sveti. Kenglar qani? Obunachilar. Arzonchi variantlarni ham ko'rsatak, qimmat ko'rsatsak bo'lmaydi. Zo'r narsa, вообще аккуратный. Bom zo'r ekanlar. Buni ya boshqachadan ko'rdik emasmi hozir buni? Boshqachalarni ko'rdik, lekin sveti boshqa.
Ha, Sweet'i başkasını gördük. Sveti başka. Ha. Özü dizaynan başka. Bunda bir MDF'ler koyulgan. Ha, neçe Yani so'm etdilar? Özgarish kiritilgan. Bu ham 6,5 million so'm. 2 Üstleri million bilan. stoli bo'ladigan bo'lsa 4,5 million so'm. 4,5 million so'm. Chencha bu. Stolsiz 4,5 million so'm. 320 ga 220. 320, 220. 2 dana pufik bor 4,5 million so'm. Budjetning sifati zo'ri. Ha. Arqalaridan ham bir e'tibor berib ko'rsa, arqalaridan tovarlarning tikilishlari ham, Ha, shu tovardan tikilganmi? Ha, shu Uzun tovardan tovardan tikilgan ekan ha. tikinlar ham akkuratni chiqqan. U ya tikilib, har xil sochilib ketgan narsa emas. So'zil ketgan narsa emas ha. Ha. Ye qoyil. Mana. Küçük bakaman derler. İbene balizada küçükken izi hiç yere yetik kalmaydı. Bir oturasılar ki kofayı oraya yiyip. Ha, yol var. Ben de boydu yol var bakamam pişik mitte de yani. Bunun ham tovarı zor eken lakin. Akkurat ne eken şu. Yani. Hocakelere bunun ham narxını aytib ketaylik shuning shu zo'r ekan. 8,5 million so'm. 8,5 üstler hem öyle. Ustal hamma narsasi ustal. Yok qoyil. Yine. 8,5 million so'm. Ganglar. Zo'rlarni Ko'rsatek, kattalardan ko'rsatek. eng kattasi zo'ri. Geng. Oh, O'n bir 12 odam sig'adi. Necha odamlar qo'y. Voy, kattaligini qarang buni yana. Katta zalli uchun. Obunachilar. Bular ham avval niyati tuman. Bizning O'zbekiston kolxoz. Sho'raxon. Ana shu taraflarda miskin. Joylarimiz katta bo'ladi sizlaring. Ena bosasizlar. Ustlari bilan necha odamlar o'zi. Bu ham restoran resmi odam sig'adi. 11-12 odam sig'adi. 12-13 odam sig'adi shunda. Pon ya. Pon. Qaranglar, buni o'zi 10 million deb qo'yibdi ekan. 10 million 500 deb qo'yibdi ekanlar. Üstlerine necha so'm qaytib berasan? 2 million ustalar qaytiladi. Üstlari 2 million qo'ysa 8 million so'm pul bo'ladi shunda. 8 million, 8,5 million bo'ladi, lekin Kelishib beriladi. kelishib beriladi. Ye, molodets. Inasiz. Qo'jani divan kreslo so'raganlar uchun. Endi qo'ja deb qo'ja emas, bu qo'jadim. Eko qo'jami? Eko qo'ja, tushundingiz. Dermantin deymi? Tushundingiz. Bu netmiydi, kira mıydı, toz mıydı? Sirib ishlataveradi. Sirib yub ishlataveradi. Shu uchun neda bu? Razmeri 4 metr, uchisi. Chizimat beramiz buni. Bumuz 10,5 million so'm. Shu 3 predmet. 3 predmet. Qaytiladi bundan. Voy, bellar g'o'z Ofislar uchun yaxshi. Ofislarga qo'yib qo'ysa har kim bir o'tiradi, kirib yirtib tashamaydi. Ofislar uchun Tozmaydi. qulay narsa. Ha, ganglar, prinsipdan ketaverak, shu yerdan ham aytaylik, yanida ko'rdik buni, ama uyda birida ko'rdim emas mazmun. Ha, Yo'q, ben de ko'rgan ekanman. Shunada tikilganini Ha, ko'rdim. tovarini ko'rdim. Tovarni mana qara. Obunachilar, men o'zim sizni uchun o'tirib ko'rsataman. Dahshat vejda bor. Ular olib pasa tashab qo'ysam bo'ladi endi. Hop, xarobat pasa tashab spalni Hop, oldimi bu? olinadi. Ye, qoyil. Buni yer etajida yotaverasan. Yerga tashab yotaveradi, matras. Bu matrasmi ya bu? Matras. Hop, qo'yma qara. Kengsiz beraqa. Uyma qara. Buni oldinglar, pasa tashiysan, sig'maydi deb bera. Matras ekan, uyma qara. Yotaveradi. Qoyil. Hali bize ko'p narsa bilmaydi ekanmiz. Buni dik ko'rasan. Joy. Bular ham olinadi shundan. Hammasi olinadi. Bular ham olinadi, ha? Ular ham olinadi. Ye, qoyil. Bu qimmat chiqar shunda bu. 12 million so'm stoli bilan. Tovarlarim qolib turadi. Stolsiz 10 million. 10 million kelishib beriladi. Kelishiladi. Biz aytilish narxini aytamiz hozir. Ye, molodets. Ina sizlar mebel dörtmiz mebelning narsa xonib edi ekan, ganglar. Buni kaptallari bilan operatorimiz tushirsadim chiroyli narsa yonlari bilan. Lekin o'tirib ko'rsangiz ham bu yumshoq bo'ladi. Dahshat ekan. Odam cho'mib ketadi on, yani bir o'tirganda bir dam oladi on narsa shu. Hojakelardan bo'lmina. Hojakelar sizlar eng qimmatini ham ko'rsatib ketamiz yana. Zo'ridan. Bundan u finkalari bor buni. Bunda Jobi ishdi akkurat narsa bu. Akkuratni, skromniy narsa. Bu ko'pchilikga endi bujur yoqmaydi-ku. Oyoqlarim yomon dahshat ishyapti. Buni stoli bilan komplekt 15 million so'm pul. 15 million so'm bu komforti. O'tirib ko'ring o'zingiz bir. Yo, mayli, aytib turibdi. Uni yanına yeb ko'rmasang, ulardan boshqacha narsa ekan rostdan. Nima bor buning ichida ya? Machalkini eng yaxshisi. Ha, machalkini Eng zo'ri yumshoq. O'zini tez keladi, o'tirishib qolmaydi. Cho'madan ekanmi? Cho'madan. 15 million pul aytib turibsiz, yaxshi ekan. Avval niyat ishlangani bor shu dizaynda, shu nada? Shu materialda. Ina voy yara qara. Canım sana duruşuna qara buni. Endi buni yerni alohida e'tibor bering. Shunday yoldirab bir chiroyli gladki narsa. Ha, shunun nesinden lekin bu qimmatimdan ha. Buncha so'mda qo'yibdilar buni. Ha, bu 12,5 million so'mlik.
Üstləri bilan. Üstəli bilan, lekin bunu arkasından qarasam shuningdek chiroyli. Bir Əldən qarang, qarasam. yandan keyin, ini bir yandan O'rtada görsətsəng bo'ladi. Bunu o'rtaga qo'yib qo'yasan. Bu MDF ham bir yaldirab bir chiroyli ham. Qimmat mashinalarning ichine mingandek o'tiradi-da bunun için. Effekt ber, tuttu zo'r effekt. Yine 10 milyon, doğru mu? Üstlərsiz. Üstərsiz 10 milyon ha. 10 milyon üstlərsiz gəlişib alasılar aytqanlarımız. Skitkiyə vəc qoyub berəmiz, digərlər sizlər hazır. Videonun davamında görsənizə Skitkiyə qoyub berəmiz. skitkiyə nə qoyub berəmiz, final qoyub berəmiz birdən. Finallardan bir qatar görsətik narxları bilan. Final görsətəmiz bu şondan başqa qayta var. Bu qalığımız nə? Bu qalığımız. Əgər obzor etib görsətəmən desəz, yaqqan bolsa görsətib ötük. Bir adam qaysı bunu görsəb yetişəmiz bunun mağarasan suxrab. Mağara bam açıladı. Çınardan. Mağara həmməsi açıladı ekan bunu. Bu kəttəliginə qaramı. Çınardan işləngan bu, ayaqları. Ayaqları çınardan. Bir dənə pufiki var ekan lekin, Bir doğru dənə mu? pufiki katta, pufiki. Bunu qancha qilib beramiz? Ha, bumuz 13 milyon stolu belə. Stollar 13 milyon. 13 milyon. Shunda o'zini 11 etib beramiz gelish. 11'dan gəlişələrdi yəni qaytalar. 11dan gelişilədi. Və qoyil. Finallar. Finalları qaçan aytamiz bunlara? Finallarni aytib o'taylik, uje vaqt Tez planlarni aytib aytib ketaverik. Katta tushirmasa. Kenglar finallarni ham aytib o'tib ketaylik. Obunachilar bari sizlarga kerak. Eldan ko'rsatib o'tib ketamiz. Tirs. Ekrana like bosib qo'ysanglar tirsillatib. Penallarımız yine az. Arzanlığı ham 1 milyon, 1,5 milyon tushib ketgan. Masalan, bu penalımız o'zi 11 milyon edi. 9,5 milyon so'mga tushgan. 9,5 milyon. 9,5 milyon bo'lgan. Bumuz 8 milyon edi. Bumuz 7 milyona tushgan. 7 milyon bu. Vejer. Gəlişələrdi yəni narxı gəlişələrdi. Bumuz 9 milyon edi. 8 milyona tushgan. 8 milyon juda. Yana gəlişələrdi. Katta bu. Necha bu? Bu 370. 372. 4,5 metrlik uylara bemalol qo'ysa bo'ladi. 370 yana. Qaranglar, ibon. Bu 374 chiqam ekan. Bu 10 milyon so'mlik edi, bu 8,5 ga tushgan. Aytilish bahosi hep qaytib berasan. Bundan ham qaytiladi. Aytilish narxlari tushirdik. Satilish narxlaridan tushirdik penallarni. Mana ishonishini qara, qoyil. Bu svetimizdan, bu voy. noyaproq svet, kamdan kam uchiradigan svet. Bu narsa kimniki? Ha, bu yonniki ya bu. Hey. Birov yeshgan churibman men. Noyaproq svet bu. Katta yana. Keng. Bu bayata ya hozir BMW'larda shunday rangda chiqib turibdi. Qarori chiqmaydi hozir BMW'da. BMW X5, X6 hammasida shu rangda chiqadi siyah. Shu rangidan bu. Qara az bilasizlar BMW'da chiqmaydi. Yaqinda yotir M8 4 kilo bir dana 7'inli. Xudo xolasa shu rangdan bo'ladi, xudo xolasa. Yana buncha so'm beramiz buni. Bumuz 8,5 milyon so'm narxi tushiriladi. Gelişiladi. Satılganda. Молодец. Aksiya qo'yib beramiz birini dedi suhrab. Qani hozir ko'ramiz hozir. Qaysini aksiya qo'yib beramiz, bizlar deyishimiz batala aytib beraman ekan. Keyin bunday avvalni chiroyli fasonlar ham bor. Voh, zo'r ekanmi, ha? Bu ham ajoyib narsa. Buni ham o'zi 13 milyon, 12,5 milyon so'm deb turardik. 11,5 milyon so'm hozir aytib turibmiz, lekin tushamiz. 11,5 milyondan gelish berasiz. Kattaroq. Kelaversizlar deysan. Bu 9,5 milyon so'm. Bagatilar chiqib qoladi. Bumuzdan tushib beramiz. Ko'psini aytmadik, o'tib ketdik. O'zingizni telefon qilib so'raysizlar ekranda. Telefon qo'yaman. Endi ko'proq vaqt ko'p ketmasin deb. Tez aytib o'tib ketamiz. Jigarlar o'zingiz netib olaverasizlar so'rab. Qarang, buni o'zi 8 milyon edi. Buni aksiya 6,5 milyon so'mga tushirdik buni. Teylaridan bir operator tushirsa, ichini oynalari bor. Hammajon kamsini qo'yib beriladi, Kamsini qo'yib bo'ladi degan. O'yman aqsham yeri. O'yman teylar ham avvalniyatib ishlangan. 6,5 milyon so'mga aksiya qo'ydik buni, arzonlashtirdik. Bu yoqda avvalni finallarimiz bor. Ajoyib har xil svet. Finallarni, bu yoqda aksiya qo'ydik. Shu go'kni tushirik. Go'kning narxi 9,5 milyon so'm. Shuni oqib ekan, oppoq hamma. 9,5 millionmi bu? 9,5 milyon so'm. Buni necha mana endi o'lchasak ponni? 3,5 metr. 3,5 metr ekan. Молодец. 3,5 metr bir-birsini deyib turganda. 3,5 metr bir-birini deyib turganda bo'ladi hisob. To'g'ri, shuni hisoblanadi, qanish arasini ochmaysan-ku. Arasini ochib qo'yadi. Bu oqimi shuni? Bu oqi shuni. Ha. Keyin avvalni fasoni bor. Shu narsani bejirim, chiroyli ishlangan. Xullas, bu ham ajoyib narsa. Videoga tushirib yetishvermaydirmiz lekin biz ham buni. Ne? Beda ko'p. Penallarimiz ko'p. Penalam ham ko'p ekan buni. Klientlarimiz, yurtdoshlarimiz obunachilarga erinmasdan bir qator gelib ko'rmasangiz ham buni sizga ko'rib usib ketib olmaysizlar. Chunki ko'p beda mebel tez tushirmas ekan, vaqt uzayib ketadi, zerikib ketasizlar. Shu sababli sirazi ko'rsatib o'tib ketamiz. Bundan ham qimmatroq, bundan ham yaxshiroqlari kerak desa, ulardan ham bor. Bundan zo'rlar, eng bu o'xshamaydi hech qaysi magazinda uchratmaydigan ko'pchilik magazinlarda ko'rinmaydigan narsalarimiz ham bor shu penal narsasida. Mebel sohasida penalda oyog'inda. Xullas
Aha. Bunu ya aksiya qo'yib berasan, Aksiya qo'yadiganimiz bu. Aksiya qo'yib berasanmi shuni? Shuni aksiya qo'yib beramiz. Aha. Katta neda aling fizar fondan. Chavani ini. Yeni 330 bu. 330. 330 bu 4 metrlik, 4,5 metrlik uylara qo'yib turibdilar bu nozalik klientlarimiz. Aha. Sifati shunday zo'r, yaxshi narsa. Sifatini kelib o'zlari bir ko'rsa guvoh bo'ladi. Yomon. Qana Bu o'zi 6 million so'm bo'lgan. Eng tushganimizda masalan, nima deydi? Kelishib tushirganda 5,5 satamiz buni-da o'zi. Qachib tartishma. Tartishsa masalan sharoitdan kelib chiqib endi 6 million satsak bizlara bu yaxshi. 5,5 ham satganmiz, 6 million ham satganmiz, imkoniyatdan kelib chiqib satilgan narsamiz. Buni endi bir xil narxga tushirdik 10-aprel. 10-aprelgacha. 10 kun skidki beramiz shunda. 10 kun skidki beramiz. Xudo xolasa bu 4,5 million so'm dastavki Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukusgacha Xorazm viloyati bo'yicha dastavka etib beramiz. Shuning ichida 4,5 million so'mdan 4,5 million. Sifati onlayn savdo etsalar ham bo'ladi. Ko'rib videoda telefon etsalar olib borib dastavka etib beraveramiz. Kelib ko'ramiz desalar bemalol soat 9 dan kechki 9:10 ga ishlaymiz. Bu narxda ichida yo'q, topib olmaydi. Agar yer ag'darib, yeri ko'ylab kelsan, bu narxda topa olmaydi. 4,5 Bu million. narxda menimcha yo'q. Men hali o'zim ko'rmadim bu narxda. 4,5 millionlik. Qo'ymadi, hali To'g'rimi? 4,5 milliondan hech kim qo'ymadi. Ana, hali kuzatib borasizlar babi, to'g'rimi? Hamma. Kuzatib boramiz, va mebel sohasi bor, mebel sohasini kuzatib. Bu narxda hali qo'yilmadi. Gap yo'q. Qo'yilgan bo'lsa biz ko'rmadik, ishqilib qo'yilmagan bo'lishi kerak xullas. Hozir endi bu qara, bilingda, hozir men obunachilarim gördü, Rossiyadan yana biridan gördüdan kelib ekitib qoldi, buni keyin yo'q bo'lsa nechta bo'ladi? Yo'q, biz 10-aprelgacha zakaz olamiz. Ha, hozir mana 5 odam kelsam to'p berib bilasizlar, men to'p beramiz avto. 10-aprelgacha bizlar zakaz berib qo'yadi. Keyin olib boraveramiz, uspet etmasak. 15-aprel, 20-aprel. Hozir misol zakazni telefon turya, ko'rib ketadidan telefon qilsan, zakazni berib ketaveradi, bo'ldi. Sen dastavka yetib beraverasiz. 10-aprelgacha shu narxda oladi-da. 4,5 million so'm. Onu günü gelip zakaz berib ketsangiz ham shu narxda bo'ladi babi. Aytaveradi bu. 15'inde olib borib bersam shu narxda bo'ladi. Lekin 10'ını zakaz etishingiz kerak. Zakaz etish kerak. Malades. Ne o ko'rsatamiz? Oyda 4 nelar bajaring bor ekan. Stol kursilar bor. Endi videomiz ko'payib ketmagan bo'lsa, ko'pchilik endi ko'payib ham ketadi, qanaqa bir soat ham bo'lib ketgandir ha. Bir soat bo'lib ketsa aytmaydi. Davay shuni ko'rsataveramizda. Keling, shom qolmasin, keyinlab dim ko'p ko'rsatamiz desak, rostdan ham, haqiqatdan ham dim ko'p bor. Bir yere gelip aylanadigan ekan o'zi birin. Qaranglar, bu manzaraya qaranglar. Men oraqani o'tib olaman. Bir yandan tushirib qo'y, shunda tushiring bizlarga qarang. Bu manzaraya qarang, manzaraya. Oyoqlari damir o'xshaydi buning. Kuxniyalar qo'yish mumkin. 2, 4, 6 odamlik, yana ustari bilan komplekt necha so'm aytib beramiz shuni. Bu 5,5 million so'm aytasiz. 5,5 million so'm. Bu o'zini brendlari bor, endi bu tillalar ham 3,5 million tilla kraskalar urilgan. Ajoyib fabrikniy bu. Stolni tellari ham. Bu ina bor. 4,5 million so'mlik aytilish narxi bular ham. Kelishiladi-ku, to'g'rimi? Kelishiladi. O'zining belgilari, brendlari qo'yilgan. Fabrika 4,5 million. Narxi narsa ekan bu. 4 million ham bayna, masalan 4 million. 3,5 million so'm ham topiladi. Arzonlab ketaveradi. 1,5 million so'm ham damir stol kursilarimiz bor, damirdan. Mo'z sifati qarab g'o'zmi deyman, nima bu? Bu chinardan ishlangan. G'o'z, chinar bir-birisini sifati. O'g'ri Malades. Shunda yana nima tushiramiz endi? Yana olaman desangizda har turli variant bor. Sizlarga men boricha tushirdim, to'g'rimi? Qo'limizdan kelgancha tushirgan bormi? O'rgatib berdik. O'z mebellarimiz ko'p. Ko'rsatadi, lekin bularni ko'rsatamiz desak, ko'p vaqt bo'lib ketadi-da. Hozir biz ikkinchi etajdamiz. Oldingi safar pastdagi birinchi etaj video qilganman men. Saray Mebel. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani Lenin ko'chadayman. Adres telefonda bo'ladi. Telefondan so'rab kelsangizlar, lokatsiyani tashlab beradilar, farqi yo'q. Biladilar, bemalol kelaverasizlar. Pastdagi ham zakon skidga bergan video chiqargandim, beram ko'rsataman deb ketganam sizlarga. Ikkinchi etaj ponni shuning narsa, mebel. Pastgisi spalni boshqa, bu hamma narsa topasiz. Mebelga oid bej bo'lsa, to'y qilaman, boshqa qilaman, yaxshi niyatda yurganlar bemalol. Bu yer sizlar uchun. Bu narxda, bu neda sifatda baribir men o'zim ham yurib aralashib mebel sohasina, shu liboy tadbirkorlar sohasi bo'yicha men o'zim yurman ko'pini. O'zim ham aytaversin, bolalar kelib turib pastdan nima demaga ketdim. Hozir shu reklama etgandan keyin uydagilarga. Hali hozir bera bundan keyin ham kelaman hali. Uydagilar buni ko'radi buni. Men kelamiz axir. Chunki kerak. Har bir xonadonga kerak bu ishda. Nima deymiz? Kelaveradilar, to'g'rimi Suhrob? Kelaversinlar, bemalol kelishtirib, telefon qo'yamiz.
Hammasini aytilgan narxlardan yaxshigina tushib beramiz. Xudo xohlasa. Elegem nomundan yoki kanalından gördüm deb aytish uju parolu bo'lib qoldi bilasizlar. Qaysi tadbirkor borsam ham aytib turibman. Kelinglar, bizdan nomimizni aytganglar, bular xursand bo'lsin. Xursandchiligidan sizlarga qaytib bersin. Gelishtirib. Albatta Tushundingizmi? qaytib beramiz. Bular chunki bizlarga video qildirgandan keyin narsani ko'radi, natijasini kutadi. Shuning uchun aytinglar, qaytib bersin, kelishib bersin. Şurada görgenmen ben, shunday baholarda aytgansizlar deb bemalol qo'rqmasdan aytaverasizlar. Musofir bo'ling, boshqa bo'ling, neden kuzatib o'tirgan bo'lsangiz ham omon bo'ling ish qilib. Hammangizga to'ylar nasib qilsin, yaxshi kunlar nasib qilsin. Shunday mebellar olib, Xudo xolasa xursandchilik o'tirish nasib etsin. Sog' bo'ling, ekranda nomer bo'ladi, bemalol telefon qilasizlardan kelaverasizlar. Onlayn masalasini chi bo'ldi keyin? Kartani o'tirib bertirib olsam bo'ladimi Rossiyada? Endi kartada ish shart emas. Onlayn savdo etsanglar bo'ladi desangiz tushunaman. Ha, dim avnatavermay ekan, Ha. dim izimizdan bo'lmasa. Ha. Sog' bo'linglar, görüşguncha.